Xayrli kun jamoat. Bu TikTokda yozdim, hali boshqa YouTube'da yozmadim. Bunda yo'q, уже birinchi yozam. Yangilikni ko'rgansizdir endi. Лукашка пидорас, блядь, вышел с таким заявлением, типа qozoq bilan o'zbek yardan biriga tegish ekan. На ОДКБ, на свой ОДКБ этот, типа narsaga ayta, soldatlarni jibaragan, намекает. Mana Kurskida уже не могут справляться. Shuning uchun tog'inda aytam. Boshqirt bilan totar birlashib Urusga toba, Moskvaga toba qarshi borarga kerak. Чтобы уже все, как говорится, захлопнуть эту раз и навсегда дверь, чтобы у русларга без буйсынмаска.